Sizlar bormi? Sizlar bilan bir gapni chaqman, lekin o'tirib bermanglar. Albatta ko'ringlar o'rtoqlar, dum zarur narsa, diqqat bilan ko'ringlar. Bizda bitta shior bor. Faqat yaxshiga bir qadam shiori ostida bugun sizlarga o'zim to'yga ketib o'tiraman. Kamera olib turibdi. Kamera kim deysizmi? Sanlashmaydi. Diktofonni oldimdan reklamaga tushib ketdim. O'rtoqlar qaranglar, reklamaga keldim bo'lsak, xizmatlarni qaranglar. Sarfo mashinasi, sarfo sandiqi, sahna bezaklari, oyiqi, sunnat choponi, dekorativ gullar va nima deydi? Malibu ham bor ekan. Ya gelinga ko'rmagan Malibu kerakmi? Malibu Captiva Tracker deysizmi? Ular ham bor ekan o'zlarida. Rossiyada onajon deb yozilgan o'rtoqlar. Qaranglar, eng keraklisi sunnat va chiqarjaq o'rta chapan kerak. Albatta gelinga o'garish oldinda sahna kerak. Deyishganlar, akangning opang tug'ilgan kunida ina bu yerga qo'yish kerak. Ina bu yerda bolang bir yoshga kirganda qo'yish kerak. Ina buni qizingiz satqa vaqtda vajin yuklab bermak kerak. Ina bu oyoqlarni shunday kiyib olmak kerak. Ina buni o'g'ay kerak deysizmi? Bunga duxuy samak kerak. Endi sizlar qolgan nasib etsa, Xudo xolasa, Orient tovonda 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deymiz. Assalomu alaykum bizlar ijtimoiy tarmoqlar va internet sahifalari orqali ko'rib o'tirgan qadrdon insonlar, ko'zingizdan, qalbingizdan mehr yetmasin. Sizlar bilan bizlar bir narsani kutib qolamiz. Yaxshi niyatlar bilan tiyada izoh va kommentariyalarda sizlardan yaxshi kayfiyat va yaxshi niyatlaringizni albatta kutib qolamiz. Bizlar Shovot tumanimizni o'zlarida, Shovot shahrimizni o'zlarida chiroyli aynan shu aytib turgan narsalarini, xizmat faoliyatlarini boshladilar. Pastda telefon raqamlarini qo'yamiz. Oilangizga nov kerak bo'lsa, shu narsalar sizga xizmat qilib beradi. Keling gelecek vaqtida xabaringiz va ish yilida sahna qurish kerak. Sahna bezaklari faqat bir xildan iborat emas, 6-7 xilisi bor sahna bezaklarimizni endi yo'lakcha gelinga yaratgan vaqtda va eshik zalini uzatishlar, gelinga ichana kirgan vaqtida to'yxona sahna bezaklari ko'nglingizga o'rnamasa, u xizmatlar ham bor. Akangiz bilan opangizning tug'ilganida dekoratsiya so'rasizlar, u narsalarimiz ham bor. Duringlar, masala nasib etsa yanini Xudo xolsa ko'rsataman. Ketdik. Endi oldimizda to'y sezon xabarimiz bor. To'ylar boshlandi. Xalqimiz Xudoning boshi doimo to'ydan chiqmas. Har bir kuningiz bayram, har bir kuningiz to'y bo'lsa. Gelin gelecek vaqtda kayfiyatni ko'tarish uchun nima kerak? Gelin gelecek vaqtda kayfiyatni ko'tarish uchun albatta bu sahna kerak. Sahnadagi vaqtimda faqat bu sahnani o'zi emas, bu yerda gumbaz sahna kabi 5-6 xil sahnalar bor. Hozir shu yerda bizda rasmlarini ko'rasizlar. Inoshi rasmlarimiz faqatgina sizlarga endi bu rasmni o'zi lekin to'y bo'lganingizda albatta uyingizga boradi. Sahna bezaklariga keladigan bo'lsa, to'g'ri. Ham bu yerda har xil e'lon bor, har xilda reklama bor. Reklama sotuvni kuchi deydi. Lekin reklama bo'lgani bilan ko'p yerlarda o'zim xabarim bo'lib o'tdi. Zo'r narsa reklama qiladilar to'y joyi borgan vaqtida. Afsuski, u narsalar ko'rmak uchun ko'z kerak, tarifini so'z kerak. Afsuski, u narsalar bu yerda bo'lmaydi. Sizlar ko'rib turganingizdek, aynan shu sahna bezaklari sizning oilangizda to'yni kutib turibdi. To'yingizda bajonda xizmat qiladi. Pastda telefon raqamlarini qo'yamiz. Telefon raqamlarini qo'yganimizdan keyin bemalol shu telefon raqamlaridan bog'lanaverasizlar. Diqqat bilan eshiting. Endi gelecek vaqtida qaranglar. Endi avvalda qo'moz gaplashadilar, to'g'rimi? Gazir gaplashadilar. Hozir bu narsa hech qanday yo'q. Sababi unda sarfo mashin kutib turibdi sizni. Bu sarfo mashinada xudosi nasib etsa qizingizni chiqargan vaqtingizda va o'g'lingizni uylantirgan vaqtingizda yaxshi niyatlar bilan bu sarfo mashina albatta sizni kutib turibdi. Qaranglar endi sarfo mashinaning ichida sarfo sandiq va shuningdek mashinalarda uyingizga gelinga sanay yetibdi qo'ylaverasizlar. Sarfoda telefon raqamlari 97 kodi bilan 791 88 89 telefon raqamlarini telefon qilsangiz albatta bog'lanasizlar. Shovot Soliha Sadiya sarfolarda yozilgan. Endi sizlarga sahna bezakli gaplarim. Akangiz opangizni tug'ilgan kuni bor, tug'ilgan kuni o'tiracaksiz, to'g'rimi? Nima kerak? Eshingiz oldina otajon, onajon degan yozuv kerak. Bolangizni tug'ilgan kuni bo'lib turibdi. Nima kerak? Oyiq kerak. Tug'ruqxonada gelin koziladi. Tug'ruqxonadan chiqaracaksiniz. Nima kerak? Oyiq kerak. Bizda u xizmatlar ham bor. Endi sizlarni yonimda dekoratsiya bilan donishtiraman. Hozir biz yo'lning ustidan bu narsalarni bezadik, sababi oqshin halol bo'lsa, ko'chada araqing yaxshi bo'lsa to'g'rama ishlaydi-ku, lekin bu yerda hozir sarf deklaratsiyada onajon deb yozilgan o'rtoqlar. Qarang endi, bugun opangizning tug'ilgan kuni. Opangizning tug'ilgan kunida bizlar ko'p telefon qiladilar, sizlarda sahna dekoratsiyada otajon, onajon degan yozuv bormi dedi. Bizlar otajon, onajon degan yozuvning eng yangilari keldi o'rtoqlar. Bu onajon degan yozuv aynan sizni onangizni tug'ilgan kunini kutib turibdi, sizga xizmat qiladi va otajon degan yozuv aynan sizni kutib turibdi. Bu padar buzrukvoringizni akangizni tug'ilgan kunida olib boramiz. Dekoratsiyani yonida otajon, onajon degan yozuvlar
Taptaza, hali hech qanday narsa yo'q, ishlatilgani yo'q, xulosa nisbati endi ishlatiladi. Yanında prezidensiya deb ataladi bu narsa, yo'lakchalar. Endi hozir xabaringiz bor, yo'lakchalar kundan-kunga bizlarda o'zimizda rivojlanib qo'yapti. Bu O'zbekistonimizning tinchligidan va boyligidan albatta dalolat beradi. Bu sahnalarim albatta sizlarni kutib turibdi. Yana nima bo'ladisizmi? Yangidan oyoqlarni aytganing, oyoqlarim bor. Ha, sizlar aytgancha yana bir gap yoddan chiqib ketibdi-dan. To'yda gelinga valasa tushak, tansa bo'lacak, valas bo'lacak. Valas maydonchalari ham bor, valas maydonchalari ham ishonavanglar, ko'rmak uchun ko'z kerak, tarifidan so'z kerak. Endi qiziqli yerine geldik. Uyingizda bolajonlar albatta oyoqlarini sog'inadilar. Bizlarda oyoqlarini shinni oyoq keldi. Bir emas hozir biz ikki odam bo'g'alik sababli ikkidan oyoqni giyintirib chiqardi. Xuddi bu oyoqchalar albatta sizlarni kutib turibdi. Bir narsani aytmoqmiz. Doğulan gününüz bormi? To'yingiz bormi? Yaxshi kuningizda, faqat yaxshi kuningizda sizlar uchun xizmat qilamiz. Xizmat qilamiz bizlar albatta. Yana bir gap o'tib ketin. Agar to'yingizda nima deymiz? San'atkorlar yoqqa borsangiz, san'atkor hozirgi vaqtda san'atkorlar, ko'p san'atkorlar, "O, menda falon kasb, menda pisyan kasb bor" dedi. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshida, doğrusu aytganimda. Men o'zim 3 marta aldandim doğrusu aytganimda. Sababi rasm orqali to'ya aytdim. Afsuski, bu narsani kelib yetirib berolganlar yo'q. Agar kim ekanligini biljak bo'lsangizlar, kommentariyalarda kimdan turib savollar tushaversa, u inson kim ekanligini men aytaman. Sababi nima deydi? Mehnat qilgandan keyin, pulini olgandan keyin puli yaxshi kuningizda berish kerak va albatta jon egasi xursand bo'lib qolish kerak. Sizlarni xursand qilish maqsadida bizlarda bitta shior bor, faqat yaxshilikka bir qadam shiori ostida aynan shu aytganlaringizdek sarfa mashinasi, sarfa sondiki, sahna bezaklari, oyiq sunnat choponi, dekorativ gullar, otajon, onajon yozib, dekoratsiya hammasi faqat siz uchun xizmat qiladi. Endi to'yda g'o'balani joyini uzatish degan narsa, sahnani bezash degan narsa, ular aksiyasida bo'ladi. Shu narsani olsangiz sizlar qo'shib beriladi. Galinglar vals maydonchasi va pufak, qor hamma narsa siz uchun. Bir marta like bossangiz xursand bo'lasiz. Bir yere bosang weddingday, bir yere bosang sheddingday. Qaysi yoqda bo'lmasa, shuni o'rnatib qo'y. Bu narsa sahnada xabaringiz bor. Agar mabodo to'yxonani sahnasi, galinguni sahnasi o'zingiz ko'nglingizni o'rnamaydigan bo'lsa, bu galinguni ortida turadigan sahna bezaklari. Bir yoshga kirgan vaqtimda, inomimda bir yoshga kirgan vaqtimda endi mening bo'ladi. Tazmasa tushuntiraman. Buni o'rnida xuddi kichkina bolani rasm banner, katta bir banner turadi. Bannerning davraklari shor bilan va xohlasangiz shor, xohlasangiz gul bilan bezaladi. Bu bir yoshi oldinda turadi. Nechun deganingizda, bir yoshini to'lganingda barish bu ota-onani albatta eng quvonchi. Aytadiq, o'zi bir yosh to'y emas, u aslida soch to'y deb aytiladi. Keyin galadigan bo'lsak, chopon aytdik-ku, sunnat choponlar, choponlar imunda, agar mabodo sunnat to'yini balani yonida qizlar chiqadigan bo'lsa, ularning o'zlaridan kiyimlari tayyor. Vallis maydonchasidan alda galingi to'yxonaga giryotir. Nima kerak? Galingini kutib olmoqqa albatta yo'lakcha kerak. Yo'lakchalarida endi bu narsalarni xulosini nasibasi hozir yaqindan o'zlaringiz ko'rasizlar. Inomida oyoqlari, inomida sarfani o'rnalari, inomida gullari. Qarabsizki, bu hali hammasi emas. Xudo xolsa nasib etsa, pastda telefon raqamlarini qo'yamiz, telefonlashib kelaverasizlar. Eng qiziqlari pulona geldi. Agar pulona kelsak bo'lmang, qarang. Puli sizni ko'nglingizdagidek bo'ladi. Xudo xolasa. Kelasiz, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshidir, kelgandan keyin o'z sizga. Hali bu ot bilan duyo bo'lmaydi-ku, dona xalqimizning gaplarini albatta kelishib kelishirgan narxda savdolar. Sababi yangi ochilgan yerda hali dum nima bo'lmaydi, uni bola yangi emas, bola xudo nasib etsa 100 yillik vaqtdan olib sizlar bilan zo'r kelishadilar. Omad tilab qolamiz, pastda telefon raqamlari bilan kelaverasizlar, pulini kelishilgan narxda. Bugun video ta'sirlab muhrladi albatta ko'p yillik haqiqatan mehnat tajribasiga ega inson butun O'zbekiston Respublikasida o'zining o'rniga ega bo'lgan Quronboy Saparbayev ustoz boshligida sanoqchi media ishlarini omad tilab qolaman.